Assalomu alaykum. Yani qo'limda ikkita korobka. Bittasi oldim, bittasi hozir yaqinda kelgan. Temudan. Birinchi korobkamizda bu narsasini alohida oldim. Bu ya'ni Wi-Fi routerni adapter narsasi desam bo'ladi. Wi-Fi router'niki. Buni alohida, bu ichidan chiqmadi. Bu zaryadkaga yaxshi narsa ekan. Ulardan degan, men boshida Temudan registratsiyadan o'tganimda 3 ta narsa zakaz qiling degan. 3 ta narsa zakaziga mana shu narsani olgandim. Nomi bu yerda inglizcha va nemischa deb yozilgan ko'p narsasi. Makita deyilgan. Makita to'g'risi nimaligi nomi Makita to'g'risini bilganim yo'q o'shanda. Xo'sh, mana bunaqa narsa kelgandi. Xo'sh, mana hozir kichkina projektorcha, bironta ishlar bo'lsa, yoningizda ko'tarib, osib yurishga, osib qo'yishga yaxshi, tegirga narsa qilishdaqa. Men endi buni ko'rasizlar. Pastda zarach akkumulyatori yo'q ekan, men usiz yonar ekan-u, pramoy liniya tok qo'lasizlar, lekin unaqa kuchli bo'lib yonmas ekan lekin. Xo'sh, mana shu narsamiz tekinga kelgandi. Men kunigacha 147 ming evaziga men akkumulyator zakaz qildim. Tegiga yaxshi akkumulyator deyilar ekan, Makitaning o'ziniki. Mana hozir ichidan olib. Xo'sh, bizani bozorlarda bilmayman, O'zbekistonda nechta turadi. Men OLXda qaraganda juda ham qimmatda etilgan narxlari bor edi. Xo'sh, bu akkumulyatorimiz yaxshi tarafi, menga yoqqan tarafi har xil batareykada ishlaydigan drel, har xil narsalarga tushar ekan. Mana ko'rinishi. Mana tak mikrokompyuter kontrol deb yozyapti dash. Buni bossanglar, mana bu qanaqasi zaryad, mana 4 ta zaryadi to'la turganini bizga svetidan ko'rsatyapti. Tak, svetlarimiz, ekran. Xo'sh. Xullas, mana ko'rsatayotganidek ko'rsanglar bo'ladiki, 4 ta to'la turibdi buni. 4 ta to'la turibdi. Og'irgina bu ham, yaxshigina og'irgina. Buni bosib turib kirgizilar ekan. Hozir sizlarga bu yerda hozir ko'rsatib beraman. Tak, qimirlamaydigan narsa kerak iloji bo'lsa. Xo'sh, kamerani shunday qo'yib turib. Tak. Xo'sh, ulanganda. Mana ulandi. Endi test qilib ko'ramiz. Test rejimini. Xo'sh, ulandi. Tegi mana shunaqa. Mana aytganimdek, hozir qo'lingizga olsanglar ham bo'ladi. Mana qo'limizga oldik. Yondirib olib yursanglar bo'ladi mana shunda. Bemalol. Bu aytganimdek, mana akkumulyator bitta bunga emas, shunga tushadigan, ya'ni Makita versiyasida mod versiya desak ham bo'ladi, mod, chunki hamma narsaga tushadi. Menda hozir unaqa yo'q, lekin shu Temu agar ishlab tursa, 20-martdan blokirovka tushmasa, men o'zimga shu drel olmoqchiman. Shunda ishlaydigan drel yordamida ishlatsak bo'ladi. Xo'sh, sinab ko'ramiz fonarigini. Qanchalik fonarik moshniy и qancha yaxshi yoritadi. Svet yo'q joylar, tunnellarga, podvallarga ishlatishga yaxshi deb aytilgan. И o'sha svet yo'q xonadonlar, ayniqsa svet yo'q joylar. Biz hozir shuni pramoy efir qilib ishlatib ko'ramiz. Men hali ishlatib ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Ulab ko'rdim, lekin ishlatib ko'rmadim, chunki kech bo'lishini kutdim, qorong'ida qanaqa qilib ishlatib ko'rishni. Hozir test qilib sinov ko'ramiz. Xo'sh. Mana. Oho, ko'rayotgan bo'lsanglar ancha. Bu eng kichkinasi bu 18 va 17 vatlik narsa. Xo'sh. Tak. Testoviyda mana shunaqa ishlayapti. Tak. Ko'zi yaxshigina oladi lekin. Mana
nechta maydadan iborat. Ko'z yaxshigina oladi agar yaqindan uzoqdan qarasangiz ham. Projektor, mini projektor desak bo'ladi. Chunki mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yoritishga yaxshi. Объемli ularga. Men o'ylayman, kichkinaroq xona bo'lsa, вообще yorug' bo'lib ketadi. Juda ham zo'r narsa ekan. Men pastda akkumulyatorini bir necha narsaga ishlatsak bo'ladi. Ya'ni aytilganidek, bitta bu maket uchun emas, har xil drel, mirel, har xil aralaydigan narsalar. Buni Temuga kirsanglar ham o'zida ko'rsatib qo'ygan. Mana shu akkumulyator mashinasi eng zo'r, eng kerakli narsa deyilgan. Yaqinda bitta usta kelganda ham o'zida o'sha narsani ko'rganimda, mashinasini ko'rib oldim. Unda usta aytib qoldi, mashina akkumulyator bitta bunga emas. Ya'ni bunga emas, u bir nechta narsaga tushadi. Bu zo'r narsa. Agar bo'lsa originali, ya'ni yaxshisi bo'lsa zo'r. Originallar bizda 300 ming so'mdan boshlanadi deb aytgan edi. Men Olex'ni to'g'ri aytsam 300 mingga topolmadim. 300 mingdan qimmat. Yetilgan narsalar. Juda ham qimmat. O'shalar yetilgan. 300 mingga xullas men topolmadim bunaqa narsani. Bu pasini o'zi batareykasi 300 ming deyapman. Men bu narsani necha pulligini to'g'risini aytsam men bilmayman buni. Chunki aytganimdek, men Temudan registratsiya qilganimda buni men mutlaq tekinga oldim. Buni o'tgan safar ko'rsatgan bitta katta fonarigimmi? Bu fonarik 95 ming deyilgan. Podvalda ko'p yuraman. Podval, qorong'i xonalar, svet yo'q joylar, ishim shunga bog'liq. Ayrim paytlarda uylarda svet bo'lmaganda mana shunaqa narsadan foydalanish juda ham yaxshi. Juda ham zo'r, qulay, keng qamrovli narsalar. Xo'sh, mini obzorimiz shulardan iborat edi. Xo'sh, bu batareykasi Makita uchun. Mambuyimiz Makita deb ataluvchi narsa ekan. Mana bu yerda model ham yozib qo'yilgan. Model mana yozilgan. 25 voltli ekan dash. Xitoyda ishlab chiqarilgan, lekin Fransiyani texnologiyasi bo'yicha deyapti. Zo'r narsa ekan bor. Temuda masalan sifati past narsalar deyishadi, lekin sifati past, ko'rasizlar, sifati zo'r narsalar kelgan. Mana shuni test qilib ko'rdim.